Nima bola? Do'stlaringiz dachaga dam olgani ketdi. Siz aytmadimi? Qachon ketishdi? Hozir ketdi. Do'stlarimi? Aha. Meni aytishmaydi bola. Chunki menda pul yo'q. Demak, savobli, yaxshi amallarimni, savobli ishlarimni ko'paytiradigan vaqt keldi bola. Nimaga ne deyapsiz? Chunki puling bo'lsa o'rning bor. Puling bo'lmasa o'rning yo'q, zamonga keldik o'g'lim. Ertaga qiyomatda do'stim savobidan beradi deb ishonib, savobimni kamaytirib, gunohlarimni ko'paytirib, ertaga qiyomat kunida tarozida savob o'lchanadigan paytda do'stimni savobiga muhtoj bo'lib qolmaslik uchun. Shuning uchun yaxshi amallarimni ko'paytiraman bolam. Zero qiyomatda ana shu do'stni savobiga muhtoj qilib qo'ymasin Robbim.